ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. Kafirlerin haddini aşkan zalim fasıklar özünün qıp qoyğunu biladi. Qaytadan tirilib hesab berilish faqat yoqmaydi bularga. Şoň bular bizning bütün hayatımız muşu, yeb, içip, oynap, başqalarga zulm qilib, elib, kiyvelib ötkünemiz hesab muşta oluşunu arzu qiladi bular. Allah Qur'oni Karimda bu haqda deydi: "Va huvallazi yabda'ul xalqa." Allah yaratışını başlagan. Thumma yu'iduhu. Anandık bunu qaytıradigan zat. Bu asan Allah'a. İlgiri baboğan näsini payda qılmak yok bir näsini hech qanday bir misalga qaramasın. İlgiri baboğan misalga qaramasın. Bir näsiga oxşatmasın payda qilishni asan. İnsan burun yoktu. Bunu hemisi itiraf qiladi. Dunyoga keldi. Bunu hemisi itiraf qiladi. Yani öldü. Bunu itiraf qiladi. İtiraf qiladigan bir masala qiliqliq qayta tirilish masalasi. Bu qalay? Chunki yo'q yerdan payda qilgan Allah payda bo'lgan inson asli keltirmaki bu asan. Qur'oni Karimda Allah subhanahu va taala kuffarlarga raddiya qaytirib deyotdi: "Va daraba lana masalan va nasiya xalqa." Kafir inson, haddidan oshgan inson o'zining yaratilish ahvolini unutib bizga manda dalil keltirdi deydi. Qala man yuhyil izama va hiya ramim. Chirib ketgan so'ngakni kim tirik o'zida deydi? Dan Muhammed Aleyhisselam bu chirib ketgan so'ngakni tunji qitim paydo qilgan zot paydo qiladi. Allah bi kulli xalqin alim. Hamma xalqini biladi. Yaratılışın bütün şeyini Allah biladi. Her şey Allah subhanahu va taolaning nazarida Kitob-ı Mubinga yezib etilgan. Zimin insonning badanidan yeb ketgan jasadlarini qiyomat kunisi yangidan tirilib qo'yish uchun qaytirib beradi. Bu hammasi Allohning qudratiga nisbatan cho'ng zo'r ishlar emas.